Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men pensionerlar uchun juda muhim, hatto aytish mumkinki pulingiz, hujjatingiz va tinchligingizga bevosita ta'sir qiladigan mavzuni tushuntirib beraman. Pensionerlar nimalarni qilmasligi kerak? Qaysi holatlar taqiqlanadi va oddiy xato qanday qilib ortiqcha to'lov jarima yoki olib borishi mumkin? Bu ma'lumot faqat 1-2 kishiga emas, pensiya olayotgan har bir insonga. Shuningdek, pensioner ota-onasi, buvisi, bobosi, bobor farzandlarga ham tegishli. Chunki ko'p muammolar pensionerning yomon niyatidan emas, qonunni bilmasligidan, oldin shunaqa qilardik-ku degan odatdan kelib chiqadi. Videoni oxirigacha ko'ring. Hoziroq kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki men bugun qaysi holatlarda pensiya to'xtatilishi, qaytarib undirilishi yoki tekshiruv boshlanishi mumkinligini oddiy tilda aytib beraman. Avval ko'p narsalar qog'ozda yurardi. Pensiya tayinlashda mehnat daftarchasi, ish staji, ma'lumotnomalar, nogironlik hujjatlari, oila tarkibi, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha hujjatlar alohida tekshirilardi. Ba'zan bir idoradagi ma'lumot ikkinchi idoraga vaqtida yetib bormasdi. Masalan, odam ishga kirgan bo'lsa, bu xabar darhol pensiya bo'limiga tushmasligi mumkin edi. Kimdir vafot etsa, bank kartasida qolgan pulni qarindoshlari bilmasdan yoki ataylab ishlatib yuborish hollari bo'lardi. Nogironlik guruhi o'zgargan, lekin pensioner eski miqdorda pul olib yurgan holatlar ham uchragan. Hozir esa vaziyat o'zgaryapti. Davlat idoralari o'rtasida elektron ma'lumot almashinuvi kuchaygan. Soliq, bandlik, FDYO, bank, tibbiy mehnat ekspertizasi, migratsiya va boshqa tizimlardagi ma'lumotlar asta-sekin bir-biri bilan solishtiriladi. Bu nimani anglatadi? Endi bilinmaydi deb o'ylash xavfli. Agar pensionerga ortiqcha pensiya to'langan bo'lsa, bu darhol bilinmasa ham keyinchalik aniqlanishi mumkin. Keyin esa men bilmagan edim degan gap har doim ham yordam bermaydi. Chunki ortiqcha olingan pulni qaytarish talabi qo'yilishi mumkin. Men bugun sizga qo'rqitish uchun emas, oldindan ogohlantirish uchun gapiryapman. Chunki pensioner uchun eng og'ir narsa bu har oy keladigan pensiyasining to'satdan kamayishi, kartasiga cheklov tushishi yoki falon oylar uchun pulni qaytaring degan talabnoma kelishi. Bunday holatga tushmaslik uchun nimalar taqiqlanishini aniq bilish kerak. Birinchi taqiqlanadigan holat boshqa odamning pensiyasini uning roziligisiz yoki qonuniy vakolatsiz olish. Bu eng ko'p uchraydigan muammolardan biri. Masalan, onaxonning bank kartasi o'g'lida turadi. Onaxon pulni o'zi ishlatmaydi, o'g'li bankomatdan olib keladi. Agar onaxon tirik, rozi, aqli raso va o'g'liga ishonib topshirgan bo'lsa, amalda muammo bo'lmasligi mumkin. Lekin bu yerda juda nozik jihat bor. Karta egasi o'zi, pin kod sir, pulning egasi pensioner. Farzand, men qarayapman-ku deb hamma pulni o'z ehtiyojiga ishlatib yuborsa, bu oilaviy mojaro emas. Moliyaviy huquqbuzarlikka aylanib ketishi mumkin. Misol keltiraman. Pensioni oyiga 1.200.000 so'm pensiya oladi. Karta kelinning qo'lida. Kelin har oy 800.000 so'mni uy xarajatiga ishlatadi. 400.000 so'mini onaxonga beradi. Keyin qarindoshlar orasida nizo chiqadi. Onaxon mening pulimni bermayapti deb murojaat qiladi. Bunday vaziyatda bankdan yechimlar, pul yechilgan sanalar, kameralar, guvohlar tekshirilishi mumkin. Shuning uchun pensionerning kartasini ushlab yurish, uning pin kodini bilish juda mas'uliyatli ish. Eng to'g'ri yo'l, agar pensioner o'zi bora olmasa, ishonchnoma rasmiylashtirish, xarajatlarni ochiq yuritish, har oy qancha pul olingani va nimaga sarflangani haqida pensionerning o'ziga tushuntirib turish. Ikkinchi taqiqlanadigan holat. Pensioner vafot etgandan keyin uning pensiyasini olish yoki kartasidagi pulni yechish. Bu juda jiddiy masala. Ayrim oilalarda baribir bobomizniki edi, dafn xarajatiga ishlatdik degan tushuncha bor. Lekin qonuniy tartib boshqa. Pensioner vafot etgandan keyin kelgan pensiya yoki kartada turgan pul bo'yicha meros, dafn puli, to'lanishi kerak bo'lgan oylik pensiya qoldig'i kabi alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Ammo qarindoshlarning o'zicha kartadan pul yechishi xavfli. Masalan, pensioner 10 yanvar kuni vafot etdi. 25 yanvar kuni kartaga 1.500.000 so'm pensiya tushdi. O'g'li dadamning kartasi menda edi deb pulni yechib oldi. Oradan bir necha oy o'tib, ma'lumotlar solishtirilganda vafot sanasidan keyin to'lov bo'lgani aniqlansa, bu pul ortiqcha to'lov sifatida qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Agar ataylab yashirish bo'lsa, masala yanada og'irlashadi. Shuning uchun yaqin inson vafot etsa, eng avvalo FDYO orqali o'lim qayd etilishi, keyin pensiya bo'limi va
bank bilan qonuniy tartibda masala hal qilinishi kerak. Uchinchi taqiqlanadigan holat. Pensiya tayinlash yoki qayta hisoblash uchun noto'g'ri ma'lumot berish. Bu faqat soxta hujjat degani emas. Ba'zan odamlar ish stajini oshirib ko'rsatadigan, ilgari ishlamagan joydan ma'lumotnoma olib keladigan, ish haqi haqida noto'g'ri ma'lumot taqdim etadigan holatlar bo'ladi. Avval qog'oz hujjatlarni tekshirish qiyinroq bo'lgan. Hozir esa arxivlar, soliq ma'lumotlari, ish haqi bazalari, elektron mehnat daftarchasi orqali ko'p narsa aniqlanadi. Masalan, bir kishi pensiya tayinlashda 32 yil staj ko'rsatdi. Shundan 6 yil bo'yicha eski tashkilotdan ma'lumotnoma olib keldi. Pensiya miqdori shunga qarab oshdi. Keyinchalik arxiv tekshiruvda u tashkilotda aslida 2 yil ishlagani, qolgan 4 yil ma'lumotga mos kelmasligi aniqlandi. Natijada pensiya qayta hisoblanadi. 4 yil davomida ortiqcha oyga 200 ming so'mdan to'langan bo'lsa, jami 9 million 600 ming so'm ortiqcha to'lov chiqishi mumkin. Bu pulni birdan to'lash qiyin, keyin pensiyadan ushlab qolish boshlanadi. Pensioner uchun bu katta zarba. 4-holat. Pensiya turiga ta'sir qiladigan o'zgarishni yashirish. Hamma pensiya bir xil emas. Yoshga doir pensiya bor. Nogironlik pensiyasi bor. Bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi bor. Ayrim ustamalar, nafaqalar, parvarish bilan bog'liq to'lovlar bor. Har birida shartlar bo'ladi. Agar shu shart o'zgarsa, bu haqda tegishli organga xabar berish kerak. Masalan, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan bola kunduzgi ta'limda o'qiyotgani uchun to'lov davom etadi. Keyin u o'qishni tashlab ishga kiradi yoki sirtqi ta'limga o'tadi. Agar bu holat to'lovga ta'sir qilsa, pensiya bo'limi xabardor qilinishi kerak. O'zi bilib oladi deb kutish to'g'ri emas. Chunki bir necha oy to'lov davom etib, keyin hammasi ortiqcha to'lov bo'lib chiqishi mumkin. Yana bir misol. Nogironlik guruhi qayta ko'rikdan keyin o'zgardi. Avval 2 guruh edi. Keyin 3 guruh bo'ldi yoki nogironlik muddati tugadi. Agar pensioner eski miqdorda pul olishda davom etsa, keyin farq qaytarilishi mumkin. Bu yerda odamning niyati yomon bo'lmasligi ham mumkin. Lekin hujjat muddati tugaganini kuzatmaslikning oqibati moddiy bo'ladi. 5-holat, ishga kirganini, daromad olayotganini yoki faoliyat boshlaganini ayrim to'lovlar bo'yicha yashirish. Men bu yerda juda ehtiyotkor tushuntiraman. Yoshga doir pensiya olayotgan ko'pchilik fuqarolar qonun doirasida ishlashi mumkin. Bu o'z-o'zidan taqiqlangan degani emas. Ya'ni pensionerning ishlashi har doim ham pensiya to'xtaydi degani emas. Lekin ayrim nafaqa, kompensatsiya, ustama yoki ijtimoiy yordam turlarida ishlamaslik, doimiy parvarishga muhtoj bo'lish, daromadga ega bo'lmaslik kabi shartlar bo'lishi mumkin. Mana shu joyda ehtiyot bo'lish kerak. Masalan, bir pensioner yoshga doir pensiya oladi va qo'shimcha ravishda nogiron farzandini parvarish qilish bilan bog'liq to'lov oladi. Agar o'sha to'lov shartlariga ko'ra parvarish qiluvchi shaxs ishlamasligi kerak bo'lsa, u rasmiy ishga kirsa yoki yakka tartibdagi tadbirkor bo'lsa, bu to'lovga ta'sir qilishi mumkin. Ko'pchilik men pensiyamni olayapman, ishlasam nima bo'pti dedi. Pensiya bo'yicha muammo bo'lmasligi mumkin. Ammo qo'shimcha to'lov bo'yicha muammo chiqadi. Shuning uchun har bir to'lovning shartini alohida tekshirish zarur. 6-holat. Bir vaqtning o'zida 2 joydan bir xil asosda to'lov olishga urinish. Masalan, pensioner boshqa hududga ko'chdi, pensiya ishini ko'chirish kerak. Avval eski manzilda ham, yangi manzilda ham muammo bo'lib qolmasligi uchun hujjatlar tartib bilan yuritilishi kerak. Doimiy yashash manzili vaqtincha ro'yxat. Chet elga chiqish, bank rekvizitlari o'zgarsa, buni e'tiborsiz qoldirmaslik kerak. Misol, pensioner Samarqanddan Toshkentga farzandinikiga ko'chib keldi. Bank kartasi ishlayapti, pul tushyapti. U esa hech narsa qilmasam ham bo'ladi deb o'yladi. Agar tibbiy ko'rik, nogironlik guruhi, ijtimoiy yordam, mahalla orqali tasdiqlanadigan ma'lumotlar kerak bo'lsa, eski hududdagi ma'lumotlar yangilanmay qolishi mumkin. Keyin biror to'lov to'xtab qoladi yoki tekshiruvda manzil mos kelmaydi. Shuning uchun ko'chish oddiy oilaviy masala emas, pensiya hujjatlariga ham ta'sir qiladigan holat. Kimlar xavotir olmasligi kerak? Agar siz yoshga doir pensiyangizni qonuniy tayinlatgan bo'lsangiz, hujjatlaringiz to'g'ri bo'lsa, o'z kartangizni o'zingiz ishlatsangiz, nogironlik yoki qo'shimcha to'lov muddati bo'yicha hamma hujjatni vaqtida yangilasangiz, ortiqcha xavotirga o'rin yo'q. Ishlayotgan pensioner bo'lsangiz ham, aynan sizning pensiya turi va qo'shimcha to'lovlaringiz ishlashga to'sqinlik qilmasligini aniqlab olsangiz, tinch yurishingiz mumkin.
xavotir qilishi kerak bo'lganlar esa hujjatida shubha borlar. Kimningdir kartasidan pul yechayotganlar, vafot etgan yaqinining kartasidagi pulga tegayotganlar, nogironlik muddati tugagan bo'lsa ham tekshirmayotganlar, qo'shimcha ijtimoiy to'lov shartlarini bilmaydiganlar. Birinchi nozik jihat. Pensionerning kartasi boshqa odamda turishi har doim jinoyat degan emas, lekin xavf manbai. Keksa odam bankomatdan pul ola olmasligi, ko'zi yaxshi ko'rmasligi, yurishi qiyin bo'lishi mumkin. Farzand yordam beradi. Bu hayotiy holat. Ammo yordam qonuniy va shaffof bo'lishi kerak. Eng yaxshi yo'l. Pensionerning o'zi roziligini bildirishi, kerak bo'lsa notarial ishonchnoma berishi, bankdagi vakillik tartibini aniqlashi. Agar pensioner yotib qolgan bo'lsa, yaqinlari kartani ishlataveramiz demasdan qonuniy vakillik, vasiylik, homiylik yoki ishonchnoma masalasini aniqlab olishi kerak. Ikkinchi nozik jihat. Pensioner vafot etdi, ammo bu oy uchun pensiya unga tegishli edi degan savol. Haqiqatan ham ayrim hollarda vafot etgan shaxsga to'lanmay qolgan pensiya summasi oila a'zolariga qonuniy tartibda berilishi mumkin. Lekin buning uchun karta PIN kodini topib bankomatdan yechish shart emas. Tegishli hujjatlar bilan murojaat qilinadi. O'lim guvohnomasi, qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjat, ariza, bank rekviziti va boshqa talab qilinadigan hujjatlar. Shunda pul qonuniy yo'l bilan beriladi. Farq juda katta. Biri rasmiy tartib, ikkinchisi esa keyinchalik muammo tug'diradigan o'zboshimchalik. Uchinchi nozik jihat. Ortiqcha to'lov har doim ham pensionerning aybi bilan bo'lmaydi, lekin baribir qaytarish masalasi chiqishi mumkin. Ba'zan idora xato qiladi, ba'zan ma'lumot kechikadi, ba'zan tizim noto'g'ri hisoblaydi. Pensioner bu meniki bo'lsa kerak deb pulni ishlatib yuboradi. Keyin xato aniqlanadi. Shuning uchun agar odatdagidan ancha ko'p pul tushsa, masalan har oy 1 million 300 ming so'm oladigan odamga birdan 3 million 200 ming so'm tushsa, darhol sababini aniqlash kerak. Bayram puli bo'lsa kerak deb ishlatib yuborish xavfli. Bank ilovasidan tushum nomini ko'ring. Pensiya bo'limiga qo'ng'iroq qiling. Mahalla yoki pensiya jamg'armasi bo'limidan so'rang. Agar xato bo'lsa, pulni qaytarish osonroq bo'ladi. Ishlatib yuborsangiz, keyin har oy pensiyadan ushlab qolish boshlanishi mumkin. 4-nozik jihat hujjat muddati. Nogironlik bo'yicha pensiya, parvarish to'lovi, o'qish ma'lumotnomasi, yashash joyi bilan bog'liq ma'lumotlar ayrim hollarda muddatli bo'ladi. Pensioner yoki uning yaqinlari bir marta topshirganmiz-ku deb o'ylaydi. Aslida har yili yoki belgilangan muddatda qayta tasdiqlash kerak bo'lishi mumkin. Ayniqsa nogironlik guruhi muddati, talabaning kunduzgi ta'limda o'qishi, qarovchining ishlamasligi, oila tarkibi kabi masalalarda muddatni kuzatish muhim. 5-nozik jihat chet elga uzoq muddatga ketish. Pensioner farzandiga Rossiya, Qozog'iston, Turkiya yoki boshqa davlatga ketishi mumkin. Bu ham o'z-o'zidan taqiqlangan degani emas. Lekin uzoq muddat chet elda bo'lish, doimiy yashash ketish, bank kartasini boshqa odamga qoldirish, pensiya ishini yuritish tartibi bo'yicha savollar tug'diradi. Agar pensioner o'zi chet elda bo'lib, kartani qarindoshi bu yerda ishlatayotgan bo'lsa, keyin tushuntirish talab qilinishi mumkin. Shuning uchun ketishdan oldin pensiya jamg'armasidan men qancha muddatga chiqyapman, pensiyam qanday tartibda to'lanadi, qanday hujjat kerak deb yozma yoki rasmiy tarzda aniqlashtirib olish foydali. 6-nozik jihat, men sizman tushunmayman deb hujjatga imzo qo'yish. Ko'p pensionerlar bankda, idorada, mahallada hujjatni o'qimasdan imzo qo'yadi. Kimdir xola shu yerga qo'l qo'ying deydi. Pensioner ishonadi. Keyin ma'lum bo'ladiki, u boshqa bank kartasiga rozilik bergan, kimnidir vakil qilgan. Pul o'tkazishga ariza yozgan yoki noto'g'ri ma'lumotni tasdiqlagan. Shuning uchun men har doim aytaman. Ko'rmasangiz ko'zoynak taqing, tushunmasangiz ovoz chiqarib o'qitib bering. Shubha bo'lsa imzo qo'ymang. Imzo bu oddiy belgi emas, huquqiy javobgarlik. 7-nozik jihat, oiladagi kelishuv huquqiy hujjat o'rnini bosmaydi. Masalan, 3 farzand kelishib, onamizning pensiyasini katta akamiz oladi, oziq ovqatga ishlatadi deyishdi. Keyin 1 yil o'tib boshqa farzandlar norozi bo'ldi. Akasi hammasini o'ziga ishlatgan degan da'vo paydo bo'ldi. Agar xarajatlar yozib borilmagan bo'lsa, onaning roziligi aniq bo'lmasa, pul yechish tartibi rasmiy bo'lmasa, oilaviy ishonch katta janjalga aylanadi. Shuning uchun men tavsiya qilaman. Keksa odamning puliga aralashayotgan har bir qarindosh o'zini ertaga hisobot beradigandek tutish kerak. Birinchi qadam. Pensiya hujjatlaringizni tartibga keltiring.
uyda alohida papka qiling. U yerga pasport yoki ID nusxasi, JSH raqami, pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlanganini tasdiqlovchi hujjatlar, mehnat daftarchasi nusxasi. Arxiv ma'lumotnomalari nogironlik bo'yicha xulosa, bank karta rekvizitlari, oila tarkibi yoki qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar nusxasini solib qo'ying. Agar pensionerning o'zi bularni yurita olmasa, ishonchli farzand yoki yaqin qarindosh yordam bersin, lekin hammasi ochiq bo'lsin. Ikkinchi qadam, kartangiz xavfsizligini tekshiring. PIN kodni hech kimga aytmang. Kartani doimiy ravishda boshqa odamga berib qo'ymang. Agar haqiqatan ham yordam kerak bo'lsa, bankdan qonuniy vakillik tartibini so'rang. Notarius orqali ishonchnoma rasmiylashtirish kerakmi? Bankning o'zida vakil belgilash mumkinmi? Buni aniqlang. Telefoningizga SMS xabarnoma ulang. Har safar pul tushganda va yechilganda xabar kelib tursin. Agar siz telefon ishlata olmasangiz, ishonchli odam bilan birga bankdan yechimlarni oyma-oy tekshirib turing. 3-qadam, odatdagidan ko'p pul tushsa, sarflamang. Avval sababini aniqlang. Pensiya bo'limiga boring yoki telefon orqali so'rang. Bankdan tushum ma'lumotini oling. Agar xato bo'lsa, darhol ariza yozing. Mening kartamga odatdagidan ortiqcha mablag' tushdi. Ushbu to'lovning asosini tushuntirib berishingizni so'rayman deb. Bu ariza keyin sizning yaxshi niyat bilan harakat qilganingizni ko'rsatadi. 4-qadam, hayotingizda o'zgarish bo'lsa xabar bering. Ishga kirdingizmi? Nogironlik guruhi o'zgardimi? Manzil o'zgardimi? Chet elga uzoq muddatga ketyapsizmi? O'quvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan farzand o'qishni tashladimi yoki shaklini o'zgartirdimi? Parvarish bilan bog'liq to'lov shartlari o'zgardimi? Bularni yashirmang. Tegishli pensiya jamg'armasi bo'limiga, mahallaga yoki xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling. Ariza yozganda 2 nusxa qiling. Birini topshiring. Ikkinchisiga qabul qilingan sanani qo'ydiring yoki elektron murojaat raqamini saqlab qo'ying. 5-qadam, agar ortiqcha to'lov haqida xat kelsa, vahimaga tushmang, lekin e'tiborsiz ham qoldirmang. Avval hisob-kitobni so'rang. Qaysi oylar uchun, qancha miqdorda, qaysi asos bilan ortiqcha to'lov deyilyapti? Buni yozma ravishda talab qiling. Agar rozi bo'lmasangiz, dalillaringizni tayyorlang. Hujjat nusxalari, arizalar, bank ko'chirmalari, tibbiy xulosalar, ish joyidan ma'lumotnoma. Kerak bo'lsa, yuristdan maslahat oling. Ba'zan xato hisob-kitob ham bo'lishi mumkin. Lekin xatni ko'rmadim deb yurish eng yomon yo'l. Chunki muddatlar o'tib ketadi. 6-qadam. Vafot holatida qonuniy tartibga amal qiling. Yaqiningiz vafot etsa, avvalo o'lim guvohnomasini rasmiylashtiring. Keyin pensiya bo'limidan marhumga tegishli to'lanmay qolgan pensiya, dafn puli yoki boshqa to'lovlar bo'yicha tartibni so'rang. Bank kartasidagi pulga o'zboshimchalik bilan tegmang. Meros masalasi bo'lsa, notariusga murojaat qiling. Bu ishlar og'ir paytda ortiqcha tuyulishi mumkin, lekin keyinchalik katta muammoning oldini oladi. 7-qadam, har bir pensioner o'z huquqini ham bilsin. Men faqat taqiqlar haqida gapirmayapman. Pensionerning huquqlari ham bor. Tushuntirish olish huquqi, hisob-kitobni ko'rish huquqi, to'g'ri qaror ustidan shikoyat qilish huquqi, qayta hisoblashni so'rash huquqi, bank xizmatidan foydalanish huquqi. Agar siz shunaqa bo'ladi deb og'zaki aytishsa, iloji boricha yozma javob so'rang. Og'zaki gap ertaga isbot bo'lmaydi. Yozma javob esa sizni himoya qiladi. Demak, bugungi mavzuning eng asosiy mazmuni shuki, pensionerlar uchun eng xavfli ishlar bu boshqa odamning pensiyasini vakolatsiz olish, vafot etgan insonning kartasidan pul yechish, noto'g'ri hujjat berish, o'zgarishlarni yashirish. Ortiqcha tushgan pulni tekshirmasdan sarflash va hujjatlarga o'qimasdan imzo qo'yishdir. Halol pensioner qo'rqmasligi kerak, lekin tartibni bilishi shart. Chunki bugun ma'lumotlar elektron tekshiriladi, xatolar keyin aniqlansa ham oqibati pensionerning cho'ntagiga ta'sir qiladi. Agar siz pensioner bo'lsangiz yoki uyingizda pensioner ota-onangiz bo'lsa, bugunoq ularning hujjatlarini, bank kartasini, to'lov turini va qo'shimcha ustamalarni tekshirib chiqing. Qaysi pul nima uchun tushyapti? Qaysi hujjat qachon tugaydi? Kim kartadan foydalanadi? Hammasi aniq bo'lsin. Sizda shunday holat bo'lganmi? Pensiya to'xtagan, ortiqcha to'lov talab qilingan, karta bilan muammo chiqqan yoki hujjat muddati sabab to'lov kechikkanmi? Fikringizni izohlarda yozing. Boshqalar ham o'rganadi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Keyingi videolarda
pensionerlar uchun yana muhim huquqiy va amaliy masalalarni oddiy tilda tushuntirib beraman.